Assalomu alaykum. Men Rahmat va Gulruh boshlang'ich sinf o'qituvchisiman. Bugun men sizlarga onajonim Rabanayeva Dildora Talipovna haqida so'zlamoqchiman. Men onam bilan faxrlanaman. Chunki onam mening nafaqat eng katta boyligim, balki hayotdagi ustozim hamdir. To'g'ri, onam o'qituvchi, ammo men uchun eng katta ustoz, hayotiy ustozdirlar. Yoshligimdan eslayman, onajonim tez-tez ro'zg'or ishlarini qilardilar-da, darrov yana borib darslarni tayyorlardilar, daftarlar tekshirardilar. Balki shundanmi men ham yoshligimdan pedagog sohasiga juda ham qiziqqanman. Shu yoshimgacha nimagaki erishgan bo'lsam, albatta onajonimning hissasi juda ham katta. Hozirda oliy toifali o'qituvchiman. Ona tili fanidan milliy sertifikat sohibasiman. Albatta shu yoshimgacha nimagaki erishgan bo'lsam, onajonimning hissasi juda ham katta. Oyim menga nafaqat ustoz, balki buyuk matonat sohibasidir. Men uchun hayotiy ustozdir. Onajonim menga to'g'ri yashashni, hayotda halol bo'lishni, mehr-oqibatli bo'lishni, hayot sinovlariga qanday qilib dosh berib sabrli bo'lishni o'rgatdilar. Bugun men ham o'qituvchiman mana. Sinfga kirganimda o'quvchilarga qarab, ularga qanday qilib muomala qilishni, ularga qanday qilib mehr berishni, ularga nisbatan qanday qilib sabrli munosabatda bo'lishni albatta onajonimdan o'rganganman. Onajon, siz mening kuchimsiz. Ilohim, umringiz uzoq bo'lsin. Siz mening hayotda eng katta suyanchimsiz. Siz bor ekansiz, men o'zimni juda ham baxtli his qilaman. Oyijon, sizga munosib farzand bo'lishga harakat qilaman. Siz bilan faxrlanaman. Chorasin topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam mo'ltirab yonimda yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasin topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam yonimda mo'ltirab yotgan.